tuman kengashi 25 nafar deputatlardan 23 nafar ishtirok etmoqda, 2 nafar deputatlar butun saylovda ishtirok eta olmaydi. Sessiyani boshlash uchun kvorum yetarli. Shu bois tuman kengashi ishini boshlash taklif etildi. Agarda boshqalar bo'lmasa, ishtirokda ovoz qo'yiladi. Rozilar, qarshilar, e'tirozlar yo'q. Taklif bo'yicha ma'qul. Sessiya ishini ochiq qo'yiladi. Bugungi sessiyamizga tuman hokimi o'rinbosari, tuman tashkilot korxona rahbarlari, siyosiy partiya rahbarlari hamda ommaviy axborot vositalari taklif qilinadi. Hurmatli deputatlar, avvalo biz sessiya tartibini saylov olishimiz lozim. 6-Chorvoq saylov okrugidan deputat Yusuf Otabek Muzaffararovni sessiya tartibiga saylash taklif etildi. Boshqalar bor. Boshqalar bo'lmasa, taklif qilingan nomzod uchun ovoz berishamiz. Rozilar, qarshilar, e'tirozlar yo'q. Taklif deputatlar tomonidan ma'qullandi. Deputat Yusuf Otabek sessiya tartibiga saylandi. Marhamat, sessiya tartibiga o'z joyingizga yo'naltish so'raymiz. Hurmatli deputatlar, bugun sessiya kun tartibiga tasdiq olishimiz kerak. Sessiya kun tartibiga doir sizlar vaqtida kun tartibiga boshqa qo'shimchalar takliflar bor. Agar yo'q bo'lsa, kun tartibini tasdiqlashmasa ovoz beramiz. Rozilar, qarshilar, e'tirozlar yo'q. Kun tartibi tasdiqlandi. Hurmatli deputatlar, men sizlarga sessiya ishlarini tasdiq olsam, menda shunday taklif bor. Ma'lumotlar uchun 15 daqiqa, so'zga chiquvchilar uchun 5 daqiqa, qo'shimcha ma'lumot berishlar uchun 3 daqiqa. Qo'shimcha takliflar bor. Qo'shimcha takliflar bo'lmasa, shu masalani ovoz qo'yaman. Rozilar, qarshilar, e'tirozlar yo'q. Sessiya ishlarini qabul qiladi. Hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari, kun tartibiga birinchi masala tuman ishlar bo'limi boshlig'ining 2023 yil 1-oylik davomida jinoyat oldini olish borasida amalga oshirgan ishlar yo'l qo'ygan kamchiliklarni bartaraf etish borasidagi hisobot so'z tuman ishlar bo'limi boshlig'i Baytar Alisher Abduboqovich. Marhamat. 2025 yil 1-chorak yakuni bo'yicha ma'ruzamiz bor. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Huquqlar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish masalasi yuzasidan o'tkazilgan bir qator videoselektor yig'ilishlar va qonun farmonlarini ta'minlash maqsadida jinoyat haqiqati va adolati tamoyili hamda mahallaviy ishlash tizimi asosida jamoatchilik tuzumlari tomonidan kuzatuvchilarni barvaqt oldini olish va jinoyatchilikka qarshi kurash borasida belgilab berilgan vazifalar bilan faoliyatimizni tubdan o'zgartirib yangicha tizim yaratib berildi. Bundan kelib chiqqan har bir jinoyatning kelib chiqish mexanizmi, sabablari va omillerini aholiga yetkazish orqali ularni huquqlarga qarshi immunitetini shakllantirib, bir qator 2020 yil 3 oy mobaynida tumanimizda ijtimoiy, siyosiy va kriminal vaziyat barqaror ta'minlash, hududlar va jinoyatchilikni barqaror